Narxini oldindan aytaman, 2700 dollarga 2 xonali kvartira sotilyapti. Hozir men sizga obzorni qilib beraman. Mana shu eshikdan kirganingizda mana shunaqa chiroyli zallari, bunaqa mebellarni qo'yishgan, mana televizorlari bor. Bu yer esa birinchi xonalari. Adashmadingiz, 2700 dollarga berib yuborilyapti. Ya'ni 20 yillik kredit asosida olingan ushbu xonadonimiz. Bu yer ikkinchi xonalari, ko'rishingiz mumkin. Oyiga 4 million 100 mingdan to'lanadi, 2700 dollar berasiz, uy sizniki bo'ladi. Kredit to'lovlarini o'zingiz to'lab ketasiz. Yo, kreditini yopib bersin, naqdga olaman deydiganlar uchun 25500 dollar o'sha naqddan ham o'tib beriladi. Bu yer oshxonalari, ikki xonadan iborat oshxonalari bor. Mana bu yer sanuzellari, ariston, hamma jihozlar bilan jihozlangan. Manzil Rishton eski mol bozorida yangi tushgan domlarda birinchi Minusavoyda joylashgan 2 xonali xonadonimiz. Ulgurib qolinglar, 2700 dollar pastda raqamlarni qoldirib ketyapmiz. Egalari ayol kishi bo'lganliklari uchun o'zingiz shuni sotuvi bilan yordam bering deyishdi. O'zimizning raqamimizni qoldiryapmiz. Aloqaga chiqinglar. Mana yangi xonadon sizlarni kutyapti. 2700 dollar bosamiz.